Mayli 5 kishi emas, 10 kishiga ham beramiz. Muammo yo'q. Xo'sh, bir kunga rasxodga qaraydigan bo'lsak, o'zi kotyol bir kunda 4-5 soat ishlaydi. Bizning kotyolimiz 6 kilovat deb yozilgan, A+ kategoriyada 4-5 soat kuniga ishlaydigan bo'lsak, agar bunga cho'pli pol, hammom, kuxnyaga issiqlik manbaini yana ta'minlab beradigan bo'lsa, boshida 6 kilovat yondiradi, keyin qizgandan keyin, o'ziga kelgandan keyin 2 kilovatgacha sarf qiladi. Taxminan bo'ladigan bo'lsa, bizlarni O'zbekiston sharoitiga qaraydigan bo'lsa, havo sharoitlariga qaraydigan bo'lsak, taxminan kunlik 10-15 ming bo'lishi mumkin. Ikki xil vodorodni bor. Hozir ko'p odamlar aytgan narsasi bu vodorodni, kisloroddan vodorodni ajratadi, lekin vodorodni bir joyda jamlash kerak. Bular aytgan, bilganlari o'sha jamlaydigan texnologiya, u jamlagandan keyin o'sha vodorodni yoqishga boshlaydi. Buni tahlikasi bor, portlash xavfi bor, lekin bizlarning kotyolda qat'iyan portlash xavfi yo'q. Nimaga deganda, bizlarda vodorodniy plazma texnologiyasi bu dunyoda analogi yo'q va patentlashtirilgan. Buni bitta narsani o'ylangki, Yevropaga eksport qilyapti. 10 minglarcha kotyol Yevropaga eksport qilgandan keyin bo'ldi, menimcha o'sha gapirishda nimasi yo'q. Bizani ofisimizda turibdi, xohlagan payti kelishlari mumkin, xohlasa telefon qilib kelishsin. Buni mutaxassisimiz ham bor. Ishlatib ko'ramiz. Hozir yozda endi ishlatmayapmiz, lekin qishda polnisi ishlab turdi. Xo'p, bu aytganimdek, bu eksport qilinyapti Yevropaga, lekin O'zbekistonga olib kiritilmagan. Buni jarayonlarni boshlatganmiz. Asosan biz buni olib kelib sotishdan ziyoda O'zbekistonda iste'mol qilishga niyatimiz bor. Mayli 5 kishi emas, 10 kishiga ham beramiz. Muammo yo'q. Konkurs qilamiz. 10 kishiga o'sha kotyoldan o'zim shaxsan hadya qilamiz. Agar yana ham bu video sizga, savollaringizga, qanaqadir savollaringiz tug'ilgan bo'lsa, savollaringizga javob topolmagan bo'lsangiz, kommentariyda "buta" deb yozing. Sizga batafsil ma'lumotni shaxsan jo'natamiz va butun savollaringizga javobini olasiz deb umid qilaman.